Do'stlar, sizlarga bitta zo'rini ko'rsataman uragani. Men haqiqiy katta traktor haydayman degan akalar uchun. Xohlaganlarga zakazga ham olib boramiz, O'zbekistonga olib kelib beramiz. Muammo emas. 500 soat kuchiga ega. Mana vahimasi. Xohlagancha 10 taligimi, 12 taligimi pullik qo'yib bemalol maza qilib yerda haydasa bo'ladi. Bundan tashqari qolgan ishlarni ham qilsa ham bo'ladi, chunki ot kuchi kichkina ot kuchi emas. Naveska qismini ko'rsatib o'tdim. Naveska qismi faqat to'liq qoplangan ekan, biron marta naveskadan menimcha jalba bo'lmasa kerak. Sababi mana ikkita silindrda o'zi ham joyini solib qo'yadi, uncha-muncha ish qilib qo'yadigan. Bartovoylari ham juda baquvvat. Bu menimcha uni konteyner ko'taradigan zavodning mahsulotimi deb qoldim-da. Xohlaganlarga olib kelib beramiz. Muammo emas. Nomerlarimiz bor, shunaqa traktor olaman deb yozganlarga olib kelib beramiz 1 oy ichida.